Assalomu alaykum, hurmatli YouTube obunachilari. Biz mana stadiumdan tashqari shu uylarga, xonadonlarga balish, rishotka, darvoza bo'lsa yasab beraveramiz. Hozir mahallamizda shu огород tarafga balish qildik. 2,5 metrgacha chiqaveradi bu. Ko'tarib turaveradi bemalol. Taglariga apalavkaga o'xshatib narsalar chiqarib yasayapmiz. Korpuslar ustida ishlayapti. Agar bunaqa balish qiladigan joylar bo'lsa, O'zbekiston bo'ylab beraveramiz. Bemalol aloqaga chiqishlaring mumkin. Ko'rib turibsizlar. Bu balishni 2 yil oldin qilib berganmiz. Uyga. Buni bu yil endi bizga qilib bering degani qilib berdik.